Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Sirojiddin Media kanali. Do'stlar, o'sha qarshilikda ko'rib turibsizlar, yana Gulinola Qosimova ishi. Bu ishni kamroq chiqamiz dedik, lekin yana kecha videolar chiqib ketdi. O'shanga Gulinola hozir men bilan qo'ng'iroqlashib, shu bo'yicha munosabat bildirmoqchiman dedi. Endi to'g'risini aytsam, men qisqa qilib aytadigan bo'lsam, yana pastkashlik davom etyapti-da. Siz nima deysiz shu ish bo'yicha? Bu o'zlari uyushtirib turib olgan videolarni go'yoki ushlab oldik deb olishyapti. Agar videoga ahamiyat bersangiz, u kesilgan, montaj qilingan, qaytlaridir bir boshqacha qilib nima qilishyapti, yaxshi. Bunga ajablanmadim. Ochig'i men 8 oy, 9 oydan beri bunaqa holat kutib turdim, lekin ikkita odam agar ular haq bo'lib turib, men nohaq bo'ladigan bo'lsam, o'zini o'zi rahmat silaga deb qamalga ketmasa kerak. Keyin qolganlari ham mana sud bo'yi biz bu qizni tahqirlamadik, videoga olmadik. Biz umuman ijtimoiy xabarimizga hattoki siz o'sha yerda bor edingiz, qo'limizni tekkizgani jirkandek degan holati borda, lekin videoda ko'rib turibsiz, sudraklayotibdi, hali ag'dan uni tortib, hali buni tortib nima qilyapti. O'z ko'zim bilan ko'rdim, u yerda ayniqsa ikkita odam faol ishtirok etdi. O'shalarning ismini ayting-da. U yerda Azamxon bor, keyin Tohir Bashirov, haligi nima bo'lamiz, keyin bular ikkita sizga ko'proq sizni yuzingizni ko'rsat degani Sohibmi? Sohib. Keyin kiyimingizni o'sha ustingizga yopayotganingizda bittasi tortaverdi kiyimingizni. U kim edi? Tortaverdi. Bu Tohir Bashirov. Hali sudda men telefonga olmadim, videoga olmaganman bu qizni, biz tahqirlamadik, ham ko'rsatmasak. Men tegmaganman, qo'limni ham tekkizmaganman degandi, lekin videoda buni teskarisi ko'rsatib turibdi. Endi o'z-o'zidan bitta savol tug'iladi. Keling, mana nima qilaylik, bularda eng oxirgi quroli shu edi. Endi uni ham bir to'g'rilikcha chiqarishmadida, montaj qilib orasiga bir nimalar qo'shib, ayirib, chatib chiqarishyapti. Endi bundan maqsad men kechadan beri bunday ko'raman. Bu endi sinib qoladi. Men nimaga to'xtayman? Men boshida bilardim nima bo'lishini oxirigacha, boshida chiqqan. Bu video borligini ham bilasiz. Men aytdim-ku, ommaga meni kiyimsiz holatdagi videom bor ularning qo'lida. Lekin agar tezkor xabar bo'ladigan bo'lsa, nimaga darvozani oldidan olinmayapti? Birinchi marta kirilayotgan bo'lsa. Haqiqatdan ham o'tda siz 30-40 sekunddan keyin keldi dedingiz, shunga to'g'ri kelyapti. Bir 30 sekundda o'sha ichkari kirib kelishyapti. Keyin endi Sirojiddin aka bir agar kengroq fikrlaydigan bo'lsak, ikkita odam ahmoq emas, u hamma yoqda ochib olib nimadir ish qilgani. Keyin aytdim, men burchakda kaltaga o'tirganim ko'rinib turibdi. O'rnimdan tura olmayapman. O'sha yerda o'tirib qolganman men shundaycha. Faqatgina badanimni yopishga harakat qilyapman. Keyin ularning jirkanch harakatini ko'ryapsizmi? Ular yuzimni emas, badanimni ochishga harakat qilyapti. Hamma yoqda olib uloqtiryapti. Nima sizga odamni yuzidan taniydimi yoki